Hello friends, welcome back to Royal Drive. Bugun biz sarguzasht va sayohat ishqibozlari uchun juda qiziqarli bo'lgan 2026 Dacia Sandman Tamper haqida gaplashamiz. Bu model allaqachon arzon, qulay va amaliy kemper qidirayotgan insonlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Agar siz uzoq yo'l sayohatlarini, dam olish kunlari tabiat qo'yniga chiqishni va erkin hayot tarzini yaxshi ko'rsangiz, ushbu yangi kemper sizning orzularingizni haqiqatga aylantirishi mumkin. 2026 Dacia Sandman Tamper Dacia brendining an'anaviy falsafasiga asoslanadi. Dacia arzon va ishonchli avtomobillari bilan mashhur bo'lib, Renault Group tarkibiga kiradi. Dacia Duster va Dacia Joker kabi modellar bilan butun dunyoda muvaffaqiyat qozongan kompaniya endi kemper segmentiga kirib kelmoqda. Sandman Tamper ixcham o'lcham, aqlli dizayn va past narxni birlashtirgan holda keng auditoriyaga mo'ljallangan bo'lishi kutilmoqda. Tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, Sandman Tamper sodda, lekin mustahkam va sarguzashtga tayyor ko'rinishga ega bo'ladi. Old qismida zamonaviy LED faralar, yangilangan radiator panjarasi va balandroq klerens bo'lishi mumkin. Yon tomondagi plastik himoya qoplamalari va tom relslari esa off-road ruhini kuchaytiradi. Bu model hashamatli ko'rinishdan ko'ra amaliylikka urg'u beradi va aynan shu jihati bilan ko'pchilikka manzur bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, salon va ichki jihozlar haqida gaplashamiz. 2026 Dacia Sandman Tamper ixcham o'lchamiga qaramay, maksimal darajada qulaylik taklif qilish uchun ishlab chiqiladi. Ichkarida yigiladigan va yoziladigan karavot tizimi bo'lishi kutilmoqda. Orqa o'rindiqlar osongina yotadigan joyga aylanishi mumkin. Bu esa ikki kishi uchun qulay tunash imkonini beradi. Shuningdek, kichik oshxona burchagi, ixcham muzlatgich, portativ gaz plitasi va suv uchun kichik rakovina ham taklif qilinishi mumkin. Katta oynalar va ehtimoliy ko'tariladigan tom opsiyasi ichki makonni yanada yorug' va keng his qilishga yordam beradi. Saqlash joylari ham aqlli. Dvigatel variantlariga kelsak, 2026 Dacia Sandman Tamper tejamkor benzin va dizel motorlar bilan taklif qilinishi mumkin. Bundan tashqari, yoqilg'i sarfini kamaytirish maqsadida mild hibrid yoki gibrid versiya ham paydo bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Dacia doimo ishonchlilik va past ekspluatatsiya xarajatlariga urg'u berib kelgan. Shuning uchun bu model ham uzoq muddatli foydalanish uchun qulay bo'lishi kutilmoqda. Eng katta afzalliklardan biri narx masalasi. Ko'plab kemperlar juda qimmat